Assalomu alaykum barchaga. Xayrli kun, kuningiz fayzli va barokatli bo'lsin. Azizlar, bugun sizlarni eng ajoyib yangilik bilan tanishtirish uchun yana bir qisqacha video qilyapmiz. Bu videolarimizning sababi Joylong A4 modellarimiz. Ko'rgan bo'lsanglar, YouTube'da ham video qilib o'tganmiz borasida, polni obzorlarini qo'yib o'tganmiz. Aynan ushbu modelimizni endilikda bizdan o'zimizdan banklar aralashuvisiz rastrochkaga bemalol xarid qilishligingiz mumkin azizlar. Barchangizni Asiya Motor avtosalonimizda kutib qolamiz. Ekraningizdagi ushbu raqamlar bilan bog'laning va Joylong A4 sohibiga aylaning azizlar. Qisqacha to'xtalib o'tamiz. Yana 2.4 atmosferli motorga ega 15 razmerli diska balonlarimiz taqib qo'yilgan mashinamiz 15 kishini o'z bag'riga sig'dira oladi. Zadniy kamera deysizmi, zadniy parktronik deysizmi, konditsionerlari deysizmi, airbagi deysizmi, hatto hamma narsalarigacha bor. Keling. Sizlarga ko'rsatadigan yana bir ajoyib narsam, men hech qaysi mashinada ko'rmagan narsam, buning ichida guvohi bo'ldim. Mikrofon sistemalarigacha bor-da. Qanaqadir uzoq sayohatga chiqsangiz albatta bundan foydalansangiz bemalol bo'ladi. Mana shulargacha ichidan chiqar ekan. Zavod qo'yib o'rgan ekan. Qoyil qoldim mol ekan. Azizlar, demak, mashinamizning narxi yana arzonladi. Bevosita o'zimizga telefon qilsanglar, narxlari bo'yicha, tan narxi bo'yicha, hamma narsasi bo'yicha yana qisqacha ma'lumotlarni berib o'tamiz albatta. Keling, ko'ring, birlamchi kredit, lizing yoki banklar hech qanaqa boshqa joy aralashuvsiz o'zimizdan bo'lib to'lash asosida, rastrochka asosida mashinani xarid qiling. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Barchaga xayrli kun yana bir bor.